Amerika pikaplari orasida qoidalar bo'ladi, lekin ayrimlari qoidalarni buzish va chegaralarni yo'q qilish uchun yaratiladi. Bu qarshingizdagi monster zavodning fantaziyasi emas, bu cheklovlarni yirtib tashlagan dinozavr. Hennessy Velociraptor Ming. Velociraptor Ming bu zavoddan chiqqan zahotiyoq to'xtatildi. Bunga sabab uni yanada vahshiyroq qilish kerak edi. Muhandislar standart Raptorni parchalab chiqishdi. Zavod konfiguratsiyasi butunlay qayta ko'rib chiqildi. Motor, havo kirishlari, sovutish tizimi, transmissiya va shassining mustahkamlanishi mingta ot kuchiga tayyorlanish uchun yangitdan ishlandi. Bu loyiha ommaviy emas, har bir Velociraptor qo'lda yig'ilgan, cheklangan sonda va faqat eng shafqatsiz tabiat bilan jang qilishga tayyorlar uchun chiqarilgan. Uni ko'rgan zahotiyoq tushunasiz, bu vahshiy dinozavrning o'zginasi. Kengaytirilgan arkalar, yuqori clearance va aggressiv stance bilan ko'zga tashlanadi. Kuzovdagi har bir chiziq aerodinamikadan ko'ra ustunlik va bosim uchun xizmat qiladi. Old qismidagi katta havo kirish reshotkasi motorni ekstremal yuklamada ham sovutish vazifasini bajaradi. Kuchli va aggressiv bamperlar har qanday yo'llardan himoya bilan birga hujum pozitsiyasini beradi. Optimallashtirilgan podveska geometriyasi har qanaqa yo'lni yumshatib, uni buzib o'tishni ta'minlaydi. Unda Hennessy tomonidan qayta sozlangan 5 litrli V8 motor. Kompressor o'rniga twin turbo qo'yilib, konfiguratsiya kuchaytirilgan. 1000 ta ot kuchi, 1356 Nm. Bu pikap aqlga sig'mas darajada tez. Gazni bosganingizda bilasiz, bu bo'ronni yutadi. Bu motor off-roadda ham har bir g'ildirakka kuchni yo'qotmasdan uzatish uchun moslashtirilgan. Bu dinozavr taxminan 25 donagina ishlab chiqarilgan va har biri qo'lda yig'ilgan. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Bu monsterga qaysi avtomobil